Bu teştekte östürülgen köktat kausi. Bugün men sizlarga mushu köktat kausini hara qatorliq boshqa hasharotlar changlashtirish rolini o'ynay olmaydigan yoki har qatorliq boshqa hasharotlar kelmaydigan ahvol ostida mushu köktat kausini qandoq changlashtiradiganligi to'g'risida tanishtirish olib borman. Bu köktat kausiga gülüge qaraydigan bo'lsak, ma gülü qaraydigan bo'lsak, bu gülning keyin tarafida mundaq kichik köktat kausining shakli bor. Mevasi bor holatda ko'rindi. İçi qarasak, gül ma shaklida bo'ladi. Agar bu yaxshi changlashamay yoki changlashmay şu vaqtda gül içilgan vaqtda o'tib ketsa, bir kun yoki 2 kundan keyin bu gülü yepilib qoladi. Undan keyin bu changlashmaganligi uchun necha kundan keyin bu o'rinni qurib mahsulot ololmaymiz. Agar u changlashsa, to'liq changlashsa, mana bu shaklda bu davomli yo'g'rab biz mahsulot elish fursatiga ega bo'lamiz. Endi yana bir gülüge qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir gül bor. Mana buni qarasak. Bu gülninki ichi mundaq shaklda bo'ldi. Yana meyga qarasak, mundaq uzun holatda bo'ldi. Undan keyin ma gülninki keyini qarasak. Keyin tarafida ma tutashgan o'rinda hech qanday saykavusning mevasi bordek ko'rinmaydi. Yani uzun bir dal qo'l bo'ldi. Aşınanda gül içildi. Şuna qarab bu atılıq gül ekan deb bilamiz. Analıq gül olsa ama keyin tarafida mana rasm mana keyin tarafida mundaq kichik mevasi bo'ldi. Şunun bilan biz bu atılıq gülünün gülüge ma qo'limda ko'rsatilgandek rasm sizish palkuchi yoki bo'lmasa boshqa xil yumshoq cho'tkalarni ishlatsanlar bo'ldi. Mushu palkuchni ma o'rindagi uch tarafidagi seriq o'rniga tekkizib, buning ustidagi changni olamiz. Mana ma seriq palkuchning ustiga qo'ngan seriq narsa mushu otliq chini, gul chini. Mushu changni biz ilib ma analıq gülning yeriga tekkizmiz. Qondiramiz buni. Qondirib bunaq aytdi. Asta qondirib qilsak bu changlish fursati ayt yuqori bo'ldi. Shuning bilan necha kundan keyin keyinidagi bu meva yo'g'rab maholatdagi ko'ktat kausi o'zgardi. Shuning bilan mahsulotdan hosil ola olamiz. Odatda bu ko'ktat kausi undan keyin kavlarni boshqa xil shakldagi kavlar mushkul holatda bo'ldi. Çoxum analıqning keyinda mevasi bo'lgan bo'ldi. Kichik holatda mevasi ko'rindi. Atılıqning keyinda hech qanday mevasi bo'lmaydi. Undan keyin bu gül har kuni yo'msa attigini ichiladi. Bu changlashtirish fursatimi soat 9-10largacha atdiganda 7'lerden başlap, yağımız 6'lerden başlap içilgan bolsa 9'largacha, yağımız 10'largacha mush faoliyatni ep bolsangiz, bunun changlish fursati nihoyat yuqori bo'ldi. Uningdan keyin qilib qolganlari changlish fursati to'g'an bo'ldi. Garchi mushunda qilgan taqdirdami kun isib ketgan bo'lsa, nihoyat yuqori temperaturalik ahvollarda ichi holatda bo'lsa-mu, mushunda changlashtirsangiz changlashmaydigan ahvol yuz berdi. Şuңашqa bunun en yaxshi changlashtirish fursati attigini.
soat 7 dan 10gacha bo'lgan oraliq